Assalomu alaykum qizlar, bugun sizlar bilan gafri gulda qanaqa qilib yasash o'rganamiz. Ya'ni unga nimalar kerak bo'ladi? Buket yasash uchun bizga asosiy nimalar kerakligi haqida sizlarga tushuncha berib o'taman. Men Umida sizlarga gul yasash bo'yicha va boshqa hunarlarni sekin-sekin o'rgatib boraman. Boshladik. Birinchi o'rinda buket yasash uchun bizga nima kerak bo'ladi? Asosiy ish qurollarimizdan biri bu skoch. Mana shunaqa skoch qo'yadigan moslama olsanglar ishinglar tez bitadi. Agar zakasinglar ko'p bo'lgan vaqtda qo'linglarni tez-tez ishlatishinglar uchun bitta qo'linglar band bo'lmaydi va bunda tez-tez ishlasanglar bo'ladi. Kattasidan olsanglar xohlagan razmeringlardagi skochlardan foydalansanglar bo'ladi. Va ikkinchisi bizga kerak bo'ladi pistolet va kley. Men juda ko'p ishlatganman. Pistolet va kley olib olasizlar. Buni o'rtacha narxi 20 ming so'mdan 35 ming so'mgacha bo'ladi. Buni narxi 35 ming so'm oldim. Endi bizga kerak bo'ladi qaychi. Bilasizlar, hamma narsani kesish uchun bizga qaychi kerak. Va обязательно gafri gul uchun, ya'ni gafridan tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi gafri qog'ozlar. O'zingizga kerakli bo'lgan ranglaridan olib olasizlar. Gafri qog'oz tanlashda e'tibor beringlar. Gafri qog'oz tanlashda ham o'zini uslublari bo'ladi. Ya'ni to'g'ri kelgan gafridan sizlar tayyorlab yasa olmaysizlar. Bu uchun o'zini maxsus qog'ozi bo'ladi. Mana shunaqa qadoqlangan bo'lgani bilan lekin yaxshi ishlari bo'lmaydi, ya'ni cho'zilmaydi va gulni sizlar xohlagan shaklga keltira olmasligingiz mumkin. Professional bo'lsanglar, agar shu sohada bo'lsanglar, sizlar oddiy qog'ozdan ham gul chiqara olasizlar. Lekin yangi boshlagan qiz uchun обязательно albatta bizga sifatli gafri qog'oz kerak bo'ladi. Mana qaranglar, sifatini qayerdan bilasizlar? Qaranglar, cho'zilyapti. Agar sifatsiz gafri qog'oz bo'lsa, umuman cho'zilmaydi va cho'zilish jarayonida yirtilib ketadi. Keyin gafri qog'ozlarning eniga chiziqlari bo'lishi kerak. Bunaqasiga chiziqlari bo'ladi. Hozir oqlik uchun ko'rinmayapti. Lekin mana boshqa rangini ko'rsataman. Boshqa rangida bo'ladi. Mana shu yoqlarida chiziqlari bor. Videoda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman, lekin chiziqlari bo'ladi. Gafri qog'ozda shunisi yaxshi. Har xil ranglaridan olishinglar mumkin. Mana men juda ham har xil ranglardan olganman. Gafri qog'ozga keladigan bo'lsak, yana eng kam xarj va juda ham tabiiy ko'rinishga ega bo'lgan gullarni tayyorlay olasizlar gafri qog'ozlardan va mana juda ham zo'r cho'ziladi. O'zingizlar xohlagan shaklga keltira olasizlar. Gul yasashni boshlashdan oldin nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsanglar va tavakkal qilishga mablag'ingizlar kamlik qilayotgan bo'lsa, imkoniyatingiz yetmayotgan bo'lsa, albatta gafri qog'ozdan boshlanglar. Qo'lingizlarni yaxshi o'rgatib olganingizdan keyin boshqa sohalarga o'tsanglar bo'ladi. Ya'ni lentaga, undan tashqari sovun gullarga, izolon gullarga, tayyor gullarga o'tsanglar bo'ladi bemalol. Boshlanishiga biz gafri qog'ozdan boshlaymiz. Endi bizga kerak bo'ladi buket qog'ozlar. Buket qog'ozlarimizni istalgan ranglardan tanlaysizlar. Bu o'zingizlarning ixtiyoringizga bog'liq bo'lgan narsa. Mana shunaqa pochkali buket qog'ozlardan olsanglar bo'ladi. Sizlarga narxi arzonroq tushadi. Men avvallari bitta buket qog'ozni 5 ming so'mdan olib yasardim. Hozir optim joylarini bilaman, shu uchun ham bemalol arzonroqqa sotib olaman. Mana shunaqa klyonka kerak bo'ladi. Yubqasi kanstavarda bo'ladi bular. Bemalol o'quv qurollari sotiladigan joylardan sotib olsanglar bo'ladi. Yana buket qog'ozlarim turlari men o'rab qo'yibman ixchamroq turishi uchun. Va bizga yana kerak mana shunaqa shpashka. Buket uchun men shpashkadan foydalanaman. Hammani o'zini uslubi bo'ladi. Meni uslubimda shpashka kerak bo'ladi. Mana shunaqa, ya'ni cho'p.
bir pochka olsanglar 5000, 7000, 8000 har xil sotadi joyiga qarab. Bir pochka olsanglar bemalol 2 ta, 3 ta buket chiqadi. Keyin bizga kerak bo'ladi durlar. Mabodo buket ustiga yozuvlar yozmoqchi bo'lsanglar, yarimtali durlar kerak bo'ladi. Mana shunaqa. Juda ko'pchilik so'rashadi, qanaqa durdan ishlatasiz deb. Men 2 xil oq va tilla rangidan ishlataman. Mana shunaqa yarimtali dur bu, bittali emas, butun emas. Yarimtali dur sizlarga ekonomishli variant bo'ladi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Keyin bu durlarimizni nimaga yopishtiramiz, biz nimadan xavf chiqaramiz deydigan qizlar uchun o'zini mana bunaqa zarli famiran bo'ladi. Buni nomi famiran, lekin menda hozir metrli ishlataman, chunki men ko'p gul yasaman. Sizlar metrli ishlatmaysizlar. Konstovarlarga kirsanglar, buni A4 formatdagisidan sotishadi. Donasi 2000, 3000 atrofida bo'ladi. Bitta olsanglar, bittadan bemalol 3 ta, 2 ta, 4 ta yozuvlarning soniga qarab buketga yozuv yozsanglar bo'ladi qizlar. Hozircha menimcha buket yasash uchun kerak bo'lgan narsalardan faqat lenta qoldi. Lentani buketimiz tayyor bo'lgandan keyin pastki qismiga banticha qilib bog'lab qo'yish uchun ishlatiladi. Boshqa hamma narsani sizlarga ko'rsatib o'tdim. Inshaalloh sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yana sizlarga qanaqa ma'lumotlar kerak, qanaqa yordam kerak, qanaqa savolinglar bor, keyingi videolarimiz nima haqida bo'lsin, qiziqishinglarni, o'zingizlar qiziqqan sohanglar bo'lsa kommentariyaga yozib ketsanglar, xudo xohlasa men sizlarga yana yangi videolar va foydali videolar chiqarishga harakat qilaman. Agar to'liqroq darslar xohlasanglar, bemalol onlayn kurslarimga yozilsanglar bo'ladi. Telefon nomerimni kommentariyaga yozib qo'yaman. Bemalol kirib, Telegramdan murojaat qilsanglar, sizlarga onlayn kurslarim haqida to'liq ma'lumot beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.